Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugungi dersimiz şu tevhid ve onun hayatımızdaki ehmiyeti to'g'riliq bo'lgan. Ham tevhid degan arabcha so'z bo'lib, tevhid degan so'z lug'atda haliqi bir bilish, bir qilish degan gapda bir qilish, birlashtirish, bir qilish degan gap hamda. Hamda islom islohida Allah Taola'nın yegane yaratquchi ekanligiga, yolg'iz yegane yaratquchi ekanligiga, ibodatning uning o'ziga qilinadiganligiga va hech kimga o'xshamaydiganligiga e'tiqod qilish degan gap. 3 ta masala. Ya'ni Alloh taolaning yegane yaratquchi ekanligiga e'tiqod qilish, ibodatni Allohning o'ziga qilish, Alloh taolani hech kimga o'xshatmaslik. Endi tavhid endi islomning yadrosi ve imanның geni. Eğer tevhid joyida bo'lmasa, qilgan amal ibodatlarning hech qaysining foydasi yo'q. Nimishqa tevhidga bundoq bak ahamiyat berilgan desa, Adem alayhissalomni Alloh taolo zaminga tushirgandan tortib, Adem alayhissalomga kelgan din tevhid dini, dinning aslisi bu hamda. Adem alayhissalom avlodlari 10 asrgacha tevhid diniga e'tiqod qilib, bir Allohga ibodat qilib o'tibdi ekan. Keyin Nuh alayhissalomning zamoniga kelgan vaqtida insonlar tevhid e'tiqodiga chiqib, shirk keltirish e'tiqodiga chiqib, qanday chiqqan desa, shu birla vaqtda 5 tane katta ulamolar vafot bo'lib ketibdi shu qavmning Nuh alayhissalomning zamonida. Vafot bo'lib ketgandan keyin nat ishag'iribdi uninki. Shundan keyin ular Muşununki bir resimini sizip koygan bolsakmı bunda bir hatırlashga deb resimini sizip qaptı 5 kişinin. Onunki ulu vafat olap ketgandikin, onun balları kelip bu resimini qilmamda heykelni yasab qo'yayli bo'lninki hamda. Katta ulug' kishilikdan ajdodlarimiz ulug'lagan kishilikdan heykelni yasab qo'ydi deb heykelni yasab qapti. Heykelni yasab qo'ygandan onunki yana bir avlod kelib ajdodlarimiz bu shunga cho'qinib ekan, biz cho'qinayli, bizning ilohlarimiz bu ekan deb cho'qinish shunga paydo bo'lgan gap. Nuh alayhissalomning zamonida cho'qinish paydo bo'lgan gap. Uning oldida Adem alayhissalomni Alloh taolo yer yuziga tushirgandan tortib 10 asrgacha bir Allohga e'tiqod qilish, bir Allohga ibodat qilish bo'lgan shu chaqda o'zgargan. Uningga bizning Uyg'urlarning, bizning ajdodlarimizdimi haliqa nima bir qancha tangriga e'tiqod qilish e'tiqodim bo'ladi ekan. Uni bilasizlar, men demasam bilasizlar, bizning ajdodlarimiz boshdan kechirgan dinlar burun bir qancha tangriga e'tiqod qilgan dinlar. Arablardimi o'z vaqtida islom kelishdan burun Arablarmi shunda buzilgan-ku, tavhid aqidasi buzilgan. Shu chaqda 7 ilohga e'tiqod qilgan. Şu to'g'rida bir suhbat bor, bir sahobaninki birisi bilan olib borgan suhbati bor. Desa u men 7 ilohga e'tiqod qilaman deydi. Kishi halqa mushrik odamcha 7 ilohga e'tiqod qilaman degandan bu 7 iloh qanday degan 6si ziminda. Birisi su ilohi, birisi buron ilohi, birisi o't ilohi, birisi tog'larning ilohi, yana birisi ilohi deb 6 dan iloh. Bir dona iloh osmonda, yuqorida. Deytken, yani beşinliğe qattiq kun kelgan chaqda va sizlar yordamga ehtiyoj bo'lsa, qaysi ilohga e'tiqod qilsa, osmondagini tilaymiz deytgan. Nimishqa yerdagini tilmaysizlar degan, yo'q osmondagi kuchliq deytgan. Anda bo'lganda nimishqa o'zingni aldab yerda 6 dona iloh bor deb o'ltirmay, bir ilohdan tilmaymizlar. Chunki hamma masalani shu hal qildi ekan, ehtiyojingni bo'lganda ashuningdan tileysliken, başqadan tilmeysliken degan shundaqmi de biz shuni bilmayapmiz debdikan. Shunga o'xshash hamda shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar vatilgan vaqtida ayda kishilar butga ibodat qilish, bir qancha ilohga ibodat qilish ayda batı dunyoning boshqa yerida shunda batı. Shuni buni tuzish uchun bu tavhidni nati ching tutgan bu tevhid hem de aşı dinimizge o'xshash dinning asli Adem alayhissalomga kelgan dinning aslisi Rasulullahga kelgancha necha qatim buzilib, yana payg'ambar kelganki payg'ambarlar uni tuzaltib, payg'ambar olamga ketganki yana buzilib, yana bir payg'ambar kelib uni o'ngshab, o payg'ambar olamga ketgan yana buzilib, bunda kelganki eng oxiri Alloh taolo islom dinini o'zgarmas din, Qur'on Karimni o'zgarmas kitob qilib, aşı tevhid e'tiqodini nati mahkam o'rinlashtirgan. Endi bu yerda tevhid 3 türlük buludu. Biri tevhid rububiyye,
tevhid ubudiyye, tevhid esma ve sıfat. Tevhid rububiyye dediğimiz hemmenin yaratquchisi birla Allah ekanligini itiraf qilish. Hemmenin yaratquchisi, hemmeге rizq berguchi, hemmen taqdir qilguchi, boshqurguchi, idora qilguchi birla iloh ekanligini itiraf qilish, shuniga e'tiqod qilish. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil deydi. Allah hamma narsaning yaratquchisi va hamma narsani qo'g'dab turg'uchidir deydi. İkincisi tevhid uluhiyye. Tevhid uluhiyye amel ibadetlerini Allah Teala için halis kılış diyen gap yani. İnneni anallahu la ilahe illa ana fa'budni deydi. Musa Aleyhisselam'a Allah Teala. Men hakikaten Allah mende başka ilah yok. Mangla ibadet kılgın. Kulçulukni bendechilik mangla kılgın deydi. Üçüncüsü tevhid esma ve sıfat. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde gelgen isim ve sıfatlarga iman keltirish ve bu isim sıfatlarını başkalarının isim sıfatlarga fakat o'xshatmaslik. Shundaqla Allah Teala'da hiçbir şeyga o'xshatmaslik degan. Leysa kemisli şeyun. Hiç şey Allah'a o'xshamaydi deydi. Bu üç türlük tevhid hamdi. Biri Allah Teala'nın yegane ilah ekanligiga e'tiqod qilish, ibodatni Allohning o'ziga qilish, Allah Teala'ni hech kimga o'xshatmaslik. 3 tane söz bilan xulosalandi bu. Endi tevhidning ahamiyati nima desa, amel ibadetlerinin cevheri. Tevhid degan amel ibadetinin cevheri ve yadrosi, samavi dinning o'rtaq chaqirqi. Bütün din müşrikini çağırgan. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemmesi tevhidga chaqirgan. İslam dininin uli, İslam dininin bu uli asası. Endi Allah Teala tarafından evetilgen peygamberlerin hemmesi kişilerini aldı bilen şu tevhidga chaqirgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'deki 13 yıllık daveti 13 yıl fakat tevhid itikadını yerleştiriş, ahlakını yerleştiriş bo'lgan. Şu 13 yıl içinde ibadet yok ya da namaz, roza, zakat, hac degan yok uçadı 13 yılda Mekke'de. Fakat şu tevhidni o'rinlashtirish qalbiga, ahlakını yerleştiriş bilen bo'lgan. Bütün peygamberlerdeki daveti tevhid bo'lgan. Ve ma ersalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'budun deydi. Resulullah'a Allah Teala deydi. İyi peygamber, senden ilgili evetilgen peygamberlerin hemmesiga menden başka ilah yok. Bana ibadet kılınlar dep ve yıkıldık deydi. Ulemalar deydi ki tevhid ilimnin beşi. Her kadar ilimnin beşi ve en ahiri. İlimnin en beşi ve en ahiri deydi. Çünkü mümin adamın dünya ve ahiretlik saadeti tevhid akidesiga amel qilish bilan bo'ldi. Tevhid akidesiga amel qilish bilan. Endi tevhidning foydasi. Tevhidning qanday foydasi bor desa, tevhidning eng chong foydasi bu dunyoda to'g'ri yo'l tepish. Yani Allah Teala'nı haqiqiy tonigan, Allah'ını haqiqiy itiraf qilgan, Allah'ның bütün isim sifatlarini yaxshi bilgan, Allah'ını yaxshi bilgan odam to'g'ri yo'lda mangadi. Gap yo'q hamda uningda. Bu dünya to'g'ri yo'l tepish, oxiratda azobdan qutulish va jannatga kirish. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bizulmun ulaike lahumul amnu ve hum muhtedun deydi. İman etip imanıga şirk aralashtirmagan, imanıga şirk aralashtirmagan odamlar kelsak, azobdan emin bo'lish ana shularga xos. Ular to'g'ri yo'lni topquchilardir deydi. Endi tevhidsiz aytilgan iman ve qilgan amel ibadetlerinin hech qanday foydasi yo'q. Tevhidsiz. Şunu tevhid bilan. Alında Allah Teala'ga iman keltirib qo'yish kifoya qilmaydi deydi. Mesela Allah Teala müminlerden yukarı 3 türlük tevhidge amel qilishni talep kıldı. 3 türlük tevhidge. Mümin şu 3 türlük tevhidge itikad qilish ve amel qilish bilan Allah mümin bo'lalaydı. Çünkü iblisning bu Allah Teala'ga imanı bar edi. Öz vaqtida Allah Teala'ga Rabbim deb iltiro qilganda iblis mesela Allah'a asilik qilib Allah'ın rahmetini qo'g'inib kafir bo'lib ketdi ya. Ama kafir bo'lib ketganda shu kafirmi Allohga e'tiqod qiladi. Robbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun degan şey. Ey Robbim, meni ta qiyomatgacha qo'yib bergan bo'lsang, qilgan askerligimni qilib olay, meni oxiratda jazolagin deydi. O'z vaqtidagi Rasulullohning zamonidagi mushriklarmi Kabening ichiga 360 tane butni qo'yib olgan bilan, butga ibodat qilgan bilan ulardan osmon zaminni kim yaratgan deb so'rasa Alloh yaratgan deydi. Allohni biladi yani. Ayni ahmoqlik. Allohni e'tirof qilib turib, yana
Boshqa butlarga e'tiqod, uni shayton qanday aldigan desa, bu Allohga bunday yetkili olmaydi. Islomda bir boshliqni qish qilsang, bunda boshliqning tonishlariga, muavin boshliqqa bunda berib, shu orqali yetishligi. Shunga Alloh taologa yetish uchun ma butlarga ibodat qilib, Hindistonlik deydi, ma kalaga ibodat qilib, ma tashqi ibodat qilib, anda qilish orqali Allohga yetishlar deb bunda aldigan gap. Ammo bizning Qur'on Karim nima deydi? Alloh taologa bevosita yetishsa, hech kim vasita emas, payg'ambarmi vasita emas. Allohga bevosita yetishsa deydi. Şuna ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun deydi Qur'on Karimda. Bendilerim menden sorasa onun degan men ularga yaqinman. Men ularga yaqin. Ujibu da'vatat da'i deydi. Bana davet qilsa, dua qilsa, duasini ijobat qilaman. O'shunga men yaqin deydi. Yani demek ki Alloh taolo bilan bendining orasida hech qanday vosita ketmaydi islomda. Payg'ambarmi vosita bo'lanmaydi. Ulamo vosita bo'lanmaydi. Avliyomi vosita bo'lanmaydi. Hech kim vosita bo'lmaydi. Allohga udul. Aşı promoy deb qo'ymiz, direkt Alloh taologa ayuziladigan gap hamda. Bizning farqimiz shu hamda bo'ldi. Endi tavhid taqozo qiladigan ishlar 3 tane ish va tavhid taqozo qiladigan. Ahli tavhid bo'lgan odam aşı 3 ishga diqqat qildi. Birinchisi Alloh taoloning boshqasini Alloh taoloni ulug'lagandek ulug'lamaslik deydi. Hech qanday bir kimni hamda hatto ota-onangni, hatto qanday eng yaqiningni Allohni ulug'lagandek ulug'lamaymiz hamda. Allohning ustida ulug' yo'q-ku hamda. Allohni ulug'lagandek ulug'lamaymiz deydi. Qul ag'ayrallohi abghi rabba va huwa robbu kulli shay deydi. Aytqinki, Alloh hamma narsaning Rabbi tursa, men Allohdan boshqa Rabb izdaydimanmi deydi. Birov Alloh taoladan boshqa birini Allohning irodasi sirtda kishilarga tilganligini biralaydi, men iqlalaydi, ularni ezib va xarqilay deb e'tiqod qilsa, u Allohga shirk keltirgan bo'ldi. Allohdan boshqa mayli avliyo ya payg'ambar mush ishni qilalaydi ya biralaydi qilib deb qilsa, u Allohga shirk keltirgan bo'ldi hamda. Ikkinchisi hamda Alloh taolaning boshqa birini Alloh taolani sevgandek sevmaslik. Endi Alloh taolani hammadan bak suyishimizga turtki bo'ldigan, bizni ashunga qoyil qildigan sabablar intayin bakchiq. Masalan, o'ylab boqaylik, bir insonni bizni ayda yaratib, bütün kainatdagi hamma jonliqlarni shu insonlarning manfaati uchun yaratib, yer yuzidagi mayli ziyonliq narsalarni, foydali narsalarni, hamma narsani shu insonning manfaati uchun yaratib, suv, havo, tuproq, o't, hammani shu insonning foydasi uchun yaratib, uningga bu insonni koinotning xo'jayini qilib, uningga aql, farosat berib, fan texnikani berib, hayotingni noat go'zal, yaxshi elib borgin deb hammani berib, menga faqatla meni e'tirof qilgin. Bana şükür ilahim sen bədin başın digin bana yetidi o dese şunu mu qılmaydı nurgun insanlar için tamam da. Hem de şunu da kılgan diken bu bir Rabbi yaratqıcı onunla bütün sevgilerinin en yukarı sevgini onunla takdim qilishim hammadan loyiq. Masalan, ota-onamizni hammadan bak suyimiz shunda ama ota-onamiz bizni dunyoga keltirdi. Bek cho'ng qildi. Bizni qatog'i qo'shdi. Ota-onamiz bo'lmagan bo'lsa biz dunyoga kelmaydik shunda, ama ota-onamiz dunyoga kelish sabab bo'ldi ya. Lekin mushu ota-onamizni dunyoga keltirgan, mushu ota-onamizning qalbiga ashu cho'nqur, uzluksiz, cho'nqur muhabbatni sog'an, kunchalik sog'an shu Alloh taolo hamdi. Alloh taoloning bir hadisda deydi, 100 dona rahmat bo'lib, 100 dona shafqat, 100 shafqatning birini mushu dunyoga tushirgan, mushu bir shafqat bilan bütün jonliqlar bizga rahim shafqat qilishdi. 99 ni oxiratga qolib qo'ygan, qiyomat kuni mu'minlarga uni ataydi deydi. Yani mushundaq mehr shafqatlik uningdan keyin masalan bizga dunyodagi eng lazzatli taomlarni berib, masalan bizniki tamak yemasak, su içmesek, gızalanmasak ama beden tuma için ama bedenni qanday toşqazsan deydigan toşqazgın bunda demey, unimi aslında toşqazga vaqtida biz lezzet aldigan. Xuddi isil tamaklarni yeganda biz lezzet elib turib bedenimizni kuchlantiradigan. Bizningki tamakni keplab yeb qap o'zimizning ishni qilaveramiz. Oshqozonni hazm qilish ishlimi Alloh taolo o'zining irodasi bilan bedanimizga buyurib qildirib bergan. Nafas elishimizni bir sekund nafasimiz to'xtab qolsa o'lutgan gap hamda. Endi bu nafasni bizning chatiqimiz yo'qmi ishni qilaveramiz. Nafasni o'zi avtomatik o'zi elinishga endi belgilab o'dullab qo'ygan. Bu shunday qilib bizni shunday yashatgan.
Yani lezzetlik taamlar bilan bizni g'izolantirgan, xotirjamlik bilan, ko'ngil xushallik bilan ko'nglimizni rohatlantirgan, bizni mushu dunyoda, ya'ni fan texnika ato qilib, ilm ato qilib, aql ato qilib, nurg'un ishlarni, yaxshi ishlarni, uzumlik foydali ishlarni qilishga muyassar qilgan. Mushundoq bir Rabbqamda, mushundoq bir Rabbni hammadan bak yaxshi ko'rish bizningki eng oqilona ishimiz hamdi. Bizningki qalbimizga eng suyumlik masala, eng suyumlik o'zimizning jurini deyli, eng suyumlik farzandlarimizni deyli, eng suyumlik ota-onamizni deyli shunama. Ashularni paydo qilgan Alloh taolo yani shunamanda paydo qilgan. Shularning qalbiga mushu muhabbat, mushu rishta yaqinlikni sog'ama Allah. Ya'ni muhabbatning manbasi, kuch-quvvatning manbasi, hamma yaxshilikning manbasi. Bizga bütün kelgan yaxshilikning hammasi manbasi bo'lgandan biz ash manbasini yaxshi ko'rishimiz kerak. Manbasini. Masalan bizga ota-onamizning bizga qilgan yaxshiligi, bolalarimizning bizga qilgan yaxshiligi, pochtadan avatgan narsani bizga akab berganlik vositasi u. Masalan, biz uyimizda o'tirsak, pochtadan bizga bir lipapi keldi deyli, bir lipapi konvert keldi deyli. Bu konvertning ichida yoki yaxshi bir chiroyli so'zlar bor ekan, yoki uning ichida 10 ming, 20 ming dollar pul bor ekan. Buni birisi bizga avatibdi. Birisi avatibdi. Biz endi bu chog'da rahmatni, konvertni bizga akagan pochtakashga rahmat aytamizmi yoki avatgan kishiga aytamizmi? O pochtakashdan akib berish o'zining vazifasi-ku. Ama biz hech kimga adam pochtakashga rahmat aytmaydi. Avatgan odamga rahmat aytadi. Shunga Alloh taoloninki atrofimizga mehr muhabbat, ota bola o'rtasidagi mehr muhabbat, ayol o'rtasidagi muhabbat, bolalar orasidagi muhabbat, mushu muhabbatni hammani qiladigan zot Alloh. Shunga biz rahmatini, buning rahmatini yuqoriga aytamiz, yuqori qiladigan zotga aytamiz. Yuqorgan zotga aytamiz. Ulug'ima aytamiz hamda. Odatda bir pochta akaga rahmat Rahmet Allah razı deb xo'shlab olamiz ya endi uni. Unga bir rahmat aytamiz. Shunga o'xshash. Endi shunga o'xshashlik gapda ishni shu o'zining beshiga, manbasiga aytish degan. Endi uchinchisi Alloh taolaning boshqasiga Alloh taologa itoat qilganda itoat qilmaslik. Ya'ni Alloh taolaning boshqasi Alloh taolaga itoat qilganda itoat qilmaslik. Masalan, ota-onaga butun bo'ysunish kerak. Ota-onaga itoat qilish farz. Ota-onaga itoat qilish Allah'a ibadet kılganlık. Şun ve kadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsan dedi de ayette. Allah Teala Allah'ın üzüge ibadet kılışınlarını ve ata-analarga yaxshi xizmat qilib, ata-analarga yaxshilik qilishni farz qildi deydi. Ikki ishni farz qildi. Allohga ibodat qilishni, ata-onaga yaxshilik qilishni farz qildi. Shunda ba? Endi o'sha ata-onaga shundoq itoat qilish farz bo'lgan zotlarga shu ota-onaga, agar ota-ona Allohga osiylik bo'ldigan, yomon ishga buyursa itoat qilmang deydi. Allohga shirk keltirishga buyursa itoat qilmang deydi Qur'on Karimda. Masalan, ota-ona bolasini haliqa harom ishlarga yoki yolg'on aytding, kishilarni aldang, yoki menga bir qop tamaki kirib bergin, yoki bir botolka haraq kirib bergin deb ish qilsa, unga bo'ysunmang deydi. Chunki osiylik ya, Allohga osiylik ya. Shunchalik ota-onaga shuncha itoat qilish farz bo'lsa-mu, Allohga osiylik qilgan ishqa vaqtida ota-onani bo'l itoat qilmayman degin deydi hamda. Demak, miyada nimani bildirdi bu desa, hech qanday bir kimga Allohga itoat qilganda itoat qilmaslik. Tavhidning shu 3 tane nimasini dedik buni. Birinchisi nima dedik? Alloh taolodan boshqasini Allohni ulug'lagandek ulug'lamaslik. İkincisi Allah Teala'nın başkasına Allah Teala'nı söygəndək söyməslik. Üçüncüsü Allah Teala'ya itaat qılğandək heç kimə itaat qılmaslıq. Onunki tövhidin meyvesi. Tövhid bəndələrə qul buluşdan, barlıq qorxuşlardan və xurafatlardan azad buluş deganlik o. Tövhid degan gap. Çünki məsələn biz beşimizga o kilamo, bu kilamo, kirib qalsam kasallab qolamanmi, maoshsiz qolamanmi, ishsiz qolamanmi, ballalarim
xatarga uchrami, u bularmi insonning ichida nurg'un qo'rqinchlar var. Yuzlarcha, minglarcha qo'rqinch var. Hamma qo'rqinchni akilib, hamma ish mush Allohning ilkida. Mush bir zotning ilkida. Men mush zotdan tilay, ey Alloh, oilamni salomat qil, mening tinimni salomat qil, ko'nglimni xotirjam qil, ishimni yaxshi qilgin. Hammani mush bir zotdan qo'rqay, butun qo'rqinchlardan xalos bo'lay deymiz endi. Acayip noca gapda bu. Bütün dünyanın korkuşlarından bir Allah'ın korkuş arkalık hemen hal kılgılı oldu. Razı kılış meselesinden meselen. Hiç kanda dünyada hemen de razı kılgılı olmaydı. Mesela bizim 7-8 balımız olsa 7-8 balımızdan hemmesi okşaş razı kılgılı olmaydı. Birisi razı olsa birisi narazı oldu. Ama biz en mühimi Allah'ını razı kılsak Allah Teala olanı razı kıldı. Şunu hemen işindeki en kısa, en kapaletlik yolunu tutalımızda yani korkuşta Allah'tan korkumuz. Allah'tan korksak polisten mi korkmayız? Devletin nimesinden mi korkmayız? Başka nimeden mi korkmayız? Çünkü Allah'tan korkan adam hılaplık kılmaydı ya. Din ve dünyalık işlerde hılaplık kılmaydı o. Kanuna hılaplık kılmaydı o. İnsanlarını bozak kılmaydı o. Yaman iş kılmaydı. Anda o Allah'tan korkan adam hiç kimden korkmaz. Şuna bizden Uygurca bir gap var ya. Üzünü bilgen handan korkmaptı o degan gap aynı. Şunun okşaşlarımda. Tevhidning mevisi şu, bendilerge kul buluştun, bendilerden korkuştun, azat oluş, bütün korkunçlardan azat oluş ve bütün hurafatlardan azat oluş. Çünkü tevhid akidesi var adam hurafatlık işlenmeydi. Evliya, enbiya, o onu kıpırdı, o mazar hocam onu kıpırdı, o abını kıpırdı, yani onu ısırıklayman, bunu nime kılman diyen gapni hiç kalsın işlenmeydi. Bir Allah olan bulduğu iş deydi hem de. Ayında. Onun için hem de tevhidin taqazzası boyunca hayat geçiriş. Allah Taala'nın bizden talep kılgını tevhidni yaxshi bilip itiqat qilishlar emas. Itiqat qilishlar emas. Oy abdan gapgan bu deb qo'yishlar emas. Belki aşı tevhid itiqadı boyunca yaşaş ve hayatının hem sahalarında tevhid akidesi, tevhid düşüncesi ve tevhid taqazzası bilen iş görüş. Sahabeler tevhidni nihayeti düşüngen ve şu düşüngeni boyunca onu amel kılgan. Endi biz bu şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'deki sahabeleri Kur'an'ı şunda yaxşı düşüngen, Peygamber'in hadisini şunda düşüngen, dinni acayip yaxşı düşüngen. Acayip yaxşı düşüngen. Çünkü Resulullah yendi o. Bilmegeni soraydı, ügütüdü, şunda toğur düşengende. Mesela biz üzümüzü mükemmelleştirmekçi bolsak, ay Resulullah'ın ki tercüme halıga, onu ki şu Resulullah'ın yendi boğan, şu sahabelar'ın ki hayatıga, şununla nazar saldıgan bolsak, ulanın hayatı da acayip bir mükemmellikni aynı körümüz. Hemme işlerde, ahlakta, ibadette, tevhidde, hemmesinde. Mesela Ka'b ibn Malik radıyallahu anhu'nun kıssası yani kıssalarını kıska dey. 630. miladiye yılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zor koşun bilen Tabuk gazetiga atıldı. Tabuk degan bir şu Saudi Arabistan'daki en ahirki çigirisi. Tabuk degan yer o hamda hazır Abdülmül'da 6 saat yetip bargı bulduğun ama 60'ta at ulaqlar bilen yol menip bir ay yetip bargı bulduğun yerken. Bir ay yetip bardı eken. 683 kilometre ketken Medine'den. Ulağın nispeten uzak hem de tiz katnaş kuralları bolmaganlık için hava naiti bek ıssık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşı çağda askerlerini, sahabelarını aşağıya barımız cihatqa dep qildi. Qilgandan keyin şunun arasından 80'den ko'proq adam munofiq odamlar deydi buni. U munofiq qilib qoladi. U ballalarim ushaqdi, andaqdi, mundaqdi, mevalarim pishib qolgandi, yan terishim kerakdi, odi, bodi deb bahona qilib 80'dan ortiq odam qilib qoldi. Qatnash qilmaydi. Munofiqlar o'chadi qandaqdi desa, pul ketmaydigan ishlarda batdi ular. Roza tutuştu baatte pul ketmeydi ya. Namaz okuştu mu baatte birinci sevgi verip oturatdı. Ama zakat verenler dese beş ağrıttı. Cihatqa çıkaylıma cenilini verenler dese keçip gidetti. Şu çağda münafık olacağım da. Şu çağda 80 tane münafık katlaşmadı. Katlaşmaganken şunun işi de o katlaşmadı. Resulullah cihatqa berip keldi. Kelgenken o münafıklık ile Resulullah'a vay bizning özlerimizni qabul qilsa anda o'g'antı baramıdık, bunda o'g'antı baramıdık deganda Resulullah ha bulaptı deb ötep ketdimi? Ötep keldiken Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu kelib ya Resulullah men
Hozir sizlarga men gapga bak ustaman. Boshqalarga o'xshash o'zir ko'rsatib qilsam, sizlar qayrilab ketdilar menga, rozi bo'lib ketdilar mendan. Lekin sizlarni men gapda ustulik bilan sizlarni men aldig'inim bilan Alloh meni ko'rib turdi-ku, gaplarimni, niyatimni ko'rib turdi. Allohni aldayanmayman-ku. Shu men o'zligim rost gap qilman. Men jihatga chiqmadim. Ammo mening hech o'zirim yo'qdi. At ulug'immi botdi, tinimmi soqdi, ishimmi yo'qdi. Qanday bo'ldi men chiqmadim? Rostimni deyman, mushunda chiqmadim deganda Rasululloh "Ma rost aytdi. Sening ishingni Allohga qo'yib qo'ydik, Alloh bitirab qildi" deydi. Uning uzunga qolmay bir oyat tushdi. Uchaylar, shu o'g'li uchaylarning ayda chiqmaganlar. Chiqma munofiq emas. Biroq chiqmadi, qanday bo'ldi chiqmadi, ammo o'zining rost gap qildi oyatda. Chunki tavhid men nimaga misol keltiryapman? Ma tavhid degan Allohdan qo'rqish dedik-ya. Rasulullohdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqib, Rasulullohga rost gapni aytdi. Bunda xatolik qildim. Mayli bo'ynimni chapsangiz cheping, tillasangiz tillang, o'singiz o'ring. Men bunda xatolik qildim. Allohni aldayanmayman, men sizni aldagan rost gapim shu deydimdi. Degandan Rasululloh "Ma rost gap qildi" deydi. Keyin shu uchaylan to'g'risida bir oyat tushib, ularning gunohini mag'firat qilganligini nima qildi. Yana bir qissa, Oysha radhiyallohu anhoninki qissasi. Hammanglar bilasizlar, Oysha radhiyallohu anhoga haliqimdagi zina qildi deb bir tuhmat qildi munofiqlar. Insonning beshiga keladigan eng og'ir bir musibat, eng bir qara tuhmat Rasulullohning beshiga kelgan. Shu payg'ambarimizning beshiga kamigan xafalık qolmagan. Shu dunyo eng sabrlik, eng jangovar, eng chidamli inson hamdi. Shu martabasini shunga ko'ra shuni yuqori hamdi. Dunyoda insoniyatning eng sarxil hamdi. Butun xafalıkning hammasi kelgan. Yani yetim tug'ildi, dadasidan yetim tug'ildi. Kichkina 5-6 yosh kirib bo'lgach, onasidan yetim qoldi. Ondan bovasining qo'lida bir 8 yosh kelganda bovasidan qoldi. Uning tog'asining qo'lida o'sdi. Undan keyin endi dinni taqitayotganda, o'zining qavmlari qarshi chiqib, o'zining qavmlari, hatto o'zining tuqqanlari qarshi chiqdi. Toyibga berib, men Toyibda endi eliqi sut onasiningki ballardan bir yordam bo'lib qoladi, dinimga deb qilsa, ular tosh etib qo'g'layapti. Madinaga borgandan keyin ahli kitob yahudilar ahli kitob bo'lgandan keyin bular samoviy dinga e'tiqod qilgandan keyin men mushrikdan yaxshi bo'lgandan keyin mushrik arablardan mening dinimga yordam qiladi desa, u mushrikdanmi bak askilik qildi. Rasulullohning shu bolalar 7 bolasizlab, 6 bolasi o'z ko'z oldida vafotlab ketdi, o'zi dafn qildi. Demek bir insanın beşiğe keldiğin xafalıkның hammasi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki beşiğe keldi. Muşu qarı çaplaşma Rasulullah'ның beşiğe keldi. Qarı çapıldı münafıqlar Ayşe radhiyallahu anhaga. Şu çağda Ayşe radhiyallahu anha 1 ay 2 ay öyden çıkmay yığılap, uruqlap bitiri bir sona keldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidga chiqib, "Ey jamoat, men tuhmatga uchirdim ya, meni qo'g'daydiganlar bormi?" deb aytdi. Dechiqqa darajasiga yetdi. Shu chog'da bir oyat tushdi. Oyat tushib, Oysha radhiyallohu anhaning pok ekanligini, Abdullah ibn Salul degan munofiqningki shu tuhmatni taqatganlik to'g'risida oyat tushdi. Oyat tushgandan keyin Rasululloh oyatni yetkazish uchun Ayşe radhiyallohu anh'ın qishqi keldi. Ota-onasi bilan birga o'tirdi Ayşe radhiyallohu anha shu chog'da. Nayt qattiq dard alam yig'lashni o'tkazdi. Kelgandan kelib Mübarek olsun, Allah Teala sizni aqlda sizga oyat tushdi deb oyatni o'qib, oyatni o'qib berganda ota-onasi Ayşe radhiyallohu anha qizim qo'pang Rasulullohga salom bering, rahmat ayting degan. Yo'q, men uningga qo'pmayman, uningga rahmat aytmayman. Meni aqlgan Allohga rahmat aytaman degan gap. Men tavhid mamiyati hamdi. Ma Rasululloh sizga oyatni o'qib, paqkansiz, xapomang deb kepti. Rasulullohga o'rningizda rahmat ayting desa, yo'q, Rasululloh aqlimidiki meni, aqlimidiki Alloh aqldi meni. Allah aqlığanı Allah'a rahmet etme, onumlu kopmayman degan. Ma tevhid meni. Yani demek Allah ne? Hemmedin. Rasulullah Müslümanların serdari, üzünün yoldaşı. Yani demek şu Resulullah'ını koyup şey dedim ha. Tevhid meselesi geldiği vakitte bu Allah'ın hakkı bu. Allah'ın aklını Allah'a rahmet etmen de aynı dediler. Onun için Abu radhiyallohu anhu'ninki Abu Bakr radhiyallohu anhu'ninki bir dani so'zi bor yana. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vafot bo'ldi. Vafot bo'lgandan keyin sahobalar nurg'unisi ishonmay qolib qoldi. Ajab, tuyuqsiz bunda bo'lgandan keyin hatto bu Rasulullohdan ayrilish degan qanday bo'ldi, bu hayotimiz qanday bo'ldi deb ishonmay qolib qoldi. Ba'zi vaqtda insonlar ishonmay qolib qoldi-ku.
Ölümnün haqiqiy ishini da, ölümnün haqiqi bor. Lekin Rasulullohning vafoti oldisi qanday gap deb ishonmay qoldi. Abu Bakr nima? Umar ibn Xattob yo'lda kelyapti. Rasululloh vafot oldi desa birisi bir qo'yib yiqitib nim degina u Rasululloh qanday vafot oldi deb achchilab keldi. Kelib Rasulullohning darvozasiga kelsa, ras vafot bo'lgan. Shuningdek, u ayında tug'anda Abu Bakr roziyallohu anhu chiqib, men bunda bir so'zlamasam bu odamlarga bo'lmayotgan deb chiqib, qaranglar xaloyiq, kimki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Allohga ibodat qilmoqchi bo'lsa, Alloh tirik, u hargiz o'lmaydi. Alloh hayot. Ammo kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad vafot bo'ldi deydi. Shu chaqdim yani, ma tavhid yani men aytachamda. Uningdan Umar ibn Xattobninki qissasi. Umar ibn Xattob Xolid ibn Velidni bilisizlar, musulmon qo'mondonlarning ichida ajoyib usta mahir qo'mondon. Ajoyib mahir hamdi u. Hatto Allohning qilichi deb atagan uni Rasululloh Sayfullohil Maslul deganda. Umar ibn Xolid ibn Velid qanday bir urushga chiqsa g'alaba qiladi hamdi u. Mushrik cheg'idimi musulmonlarga qarshi urushga chiqqanmi ayda g'alaba qiladi u. Kim musulmon bo'lib mushriklarga qarshi urush qilgandimi qanday urushda mag'lub bo'ldi. Qilganki kishilarni eg'izda Xolid ibn Velid g'alaba qildi. Ya'ni nusratni Alloh berdi demay, Xolid ibn Velidning qo'mondonligida g'alaba qildi detgan gap taqilib ketib turganligi bir kun tuyuqsizdan Umar ibn Xattob davlatning boshlig'i 2-chi xalifada bir kun turib Xolid ibn Velidning vazifasini evatdi. Bo'ldi, sen qo'mondonlikni evatdim deydi. Kelib o deydi, "Nimishqa evatsiz? Meni bir xatolashdimmi? Yo meni yomon ko'rib qoldingizmi? Nima sababdan meni evatsiz?" degandan, "Bo'ldi, seni evatdim" dedi. "Menga sababini deb bering" degan. "To'xtama, sababini deb beray. Kishilar butun g'alabalarni Xolid ibn Velid ning aqisida g'alaba qildik deydi. Alloh taolaning nusrat ato qilganligini unutib qoldi. Shunga men tavhid aqidasini jonlantirish joyida saqlab qo'yish uchun seni evataman. Buningdan insonlar ko'rsin, nusrat qanday keldi ekan. Allohdan kelganligini bilsin, sen bo'lmasangmi nusratning kelganligini bilsin xalq deb seni evatdim degan tamoman qoyil oldim degan gap. Ya'ni shunchalik muhim hamda. Mushunda inchki masala hamda u. Shunchalik inchki masala. Allohga tavhid degan gap ag'zingdan deb qo'yapman. Allah yegane ilahdır. Allah bizni yo'q yerdan yaratgan, rizqimizni shu berguchi, o'limimiz Allohning qo'lida deb qo'yishlarga ketmaydi hamdi. Butun hayotimizga singdirib, hayotimizda ashning taqozosi bilan yashash. Nurg'un sinoqlarga to'g'ri kelamiz. Masalan, Oysha roziyallohu anha sinoqqa to'g'ri kelgan masalan hamdi. Hamda kelgandan keyin bu Rasulullohga rahmat aytishi kerak. Rasululloh oyatni akeldi. Ama mıda oylasan bu ayetini düşürgen, akılgan zat ki Allah. İşte beşini kılmen deydi o. Beşini kılmadı. Resulullah'ın Allah'ın bendisi. Allah'ın ki şu deppegen ayetini okup durdu bana. Allah aklap begen de Resulullah aklaydı. Ama akılgan zat kim? Allah Teala. Hep aynı kılgan. Demek yani bir ayağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3-4 balları bilen keliglikken o. Şunu ben nikahıma alay deydi. Resulullah'ın nikahı elişi, çık ayalların nikahı elişmede düşensanlar bir tane kız ağan ayal bir Ayşe, kağanın hemmesi bəsi yüzünden yeşidi çoğun. Bəsi uşak balları var. Yoldaşları cihatta, gazatta şehit olup ketken. Endi onu üzü amay turup sahabalarga tul ayallarını elip beqinlar dese üzü kılmagan işini başkalarına buyursa hiç kim kılmaydı da o. Resulullah hem işini üzü başlap kıpırdı o. Anda oğan ki nurgunusuna aşında beşini sılaş için, ballarını beqiş için aynı nikahıga ağan. Bir ayağını uşak balları varken 5-6 balları. Şunu nikahımga alay dese, elçi evetse, o ayal yak deydi. Yak degen bula hayran kaldı. O bu Resulullah nikahımga alay dese, yak deyiştigen nim degen gap emdi bu. Bu qanday çöngülü buldu bunu, çönmü dövük degen. Resulullah'ın yaxşı görmensiniz, yaxşı görme, Resulullah'ın cinimdin mi yaxşı görme deydi ayat. Nemiş qanday deysiniz sizde? Karan mı ya da? Men Resulullah'a yatlık olsam ya 5-6 balam var. Ben bu ballarımni qap ketib Rasulullah'a qarshi kelsam, Allohga asi bo'lma ballarımni nima ikisi tashlab qolib. Ballarim bilan bakroq ko'ngil bilib kelsam, Rasulullahning haqqini ado qilolmayman. Endi Rasulullahning haqqini bakroq ado qilay deb kelsam, ballarimning haqqini ado qilolmayman.
Anda oğlan şu mening eng yaxshi yatıq bolmağınım yaxşı, ballarımni baqqanim yaxşı deydi. Tevhid bir şeydir. Çünkü Allah'ınki nazardan düşüp ketmey, Allah'ın gazabıga yo'liqib qolmay, Allah'ın aldığı bir xatolik sodir qilib qolmay deb dedim qiliqlikda o'zining nafsidan kechigilgandi. Bu shunchalik endi hayotimizning hamma qatlamlarida bizga kundalik bizning nurg'un ishlarga duch kelamiz ya, nurg'un to'qinishlar va nurg'un sinoqlarga duch kelamiz masalan. Ashunda yerda tavhid bilan biz sinilamiz. Tavhid bilan sinilamiz yani. İnsan sinilib, anda tovlangan degan iymoni tovlanib, darajasi ko'tariladigan gapga. Alloh taolo hammamizni tavhid aqidamizda mustahkam qilg'in nasib qilsin, ilohim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, meshagicha bo'lsin.